Akalar hammaga salom. Kecha aytgan va'dam mana bugun o'rgataman. Birinchi qiladigan ishimiz mana virtual hostga kiramiz. Bu yerdan mana bunga bosamiz. Mana bu ko'k yozuv mana bunga bosamiz. Bu yerdan PJVPN host yoqaman. Mana yoqildi. Ayla VPN yozib qo'yibdi. Endi qiladigan ishimiz virtual Q10 ga kiramiz. Mana TPG ga kiramiz. Mana shunga Game Guardian'ga. Keyin mana bu yerdan zapuskni bosamiz. Mana chiqdi. Keyin PUBG Mobile ga kiramiz. Lite'ga. Bizlar ungacha nastroyga qilib turamiz. Mana PUBG Mobile bir mana shunaqa chiqaradi. Boshiga shuni bosamiz. EB'dan mana установка region poiskga kiramiz. Sizlarda bunaqa narsa chiqmagan bo'lsa, mana bu pastga tushamiz. Mana bunday bo'lgan bo'lsa sizlarda mana bu yashillarga pitichka bosamiz. Mana bunday. Mana shunday qilib. Keyin bad opasniy yozib qo'ygan. Ana shunga pitichka bosib saqlanishni bosamiz. Keyin bu yerdan Secret Game Guardian od igri. Shunga bitta bosib mana 2, 3, 4 ta saqlanib qilamizdan okta bosamiz. Sizlarda mana bunaqa yozuv chiqadi. Mana shunaqa. Mana shuni bosib kiramiz shunga, shunday qilib, keyin 0 qilib qo'yamiz. Mana interval zamorozkiga kirasiz. Keyin mana bu yerdan ishqda уровень yozib qo'ygan, shunga bitta bosamizdan okeycham bosib, mana bu 3 burchakka bosamizdan agar sizda mana bunaqa yangi bo'lsa, mana bunaqa narsa chiqadi. Siz bu yerdan topasiz. Download bosamiz. Keyin bu yerdan mana bu Lua mana shunaqalar bosamiz mana. Bu Jugat Val Color Luaga bosib, keyin poiskchani beramiz. Hozir chiqadi mana start. Mana chiqdi. Mana buni kiramiz. Chetda bosamiz. Bunday qilamizda mana antena